Siz eğer Amerika'nın Şərq Deniz yaxasındakı ştatlarda yaşaydigan bolsanız, mesela Maryland, Virginia, Şimal Carolina, Janubi Carolina, Georgia qatarlıq ştatlarda yaşaydigan bolsanız, muşu yakınki bir ay içinde muşundaq bir xil g'alati hasharatni uchragan bo'lasiz. Bu hakikaten bir g'alati ko'rinishdagi hasharat bo'lib, beshi chumölga o'xshaydi, ba'zi yerlari chivinga o'xshaydi, putlari o'muchga o'xshaydi. Andin bu sakraydan chaqqan mangadi. Bu hasharatninki inglizcha ismi lantern fly ekan. Lantern deganning ma'nosi hamda lampochka degan gap. Fly degani chivin degan gapda buni. Hamda buni Uyg'urcha tarjima qilib yurmayli, chunki buning Uyg'urcha ismi yo'q bo'lishi mumkin. Bu xir g'alati. Ham bu dastlabda mushta qora ko'rindi, keyin asta yo'g'irab bu qizirishga boshlaydi. Ustiga bundaq oq chekitlar chiqib, Uyg'urlar xon qiz deydigan hasharaga o'xshab qolgan bo'ldi-da bu. Nihoyat chiroyli ko'rindi. Shu. Endi keyin bu keyin cho'ng bo'lib, bu kepinakka aylanishga boshlaydi. Mana bu yerda ko'rdinglar, bu kepinak aylanayotgan vaqti. Oxiri kepinakka aylanib ketdi. Tamavu hamda buningki hayot bosqichlari. Sol tarafning ustidagi rasm shu kichik vaqtda yengidan o'sha qor paydo bo'lib, bir mezgildan cho'ng'ib, o'ng taraf ustidagi o'ng tarafdagi rasmdagidek bo'ldi. Abay men ko'rsatgan. Ondan asta kepinak aylanib, kepinak bo'lib bo'lgandan keyin ham kepinak dedim, ham kepinak o'xshaydigan. Endi u yerdan tuxum tuqqandan keyin bu o'ladi. Buning hayot bosqichlari mustahkam. Ben bunu nima deb bu yerda ko'rsatdim deganda, buning alayidligi Amerikaning yerlik hasharati emas. Bu mening o'qigan materiallarimda buni dastlabda shu Xitoyning janubi, keyin Vyetnam mushalarda bayqilib ekan, keyin asta turistlar orqali Amerikaga kelganda, Yevropada bormi yo'qmi uqmayman, ammo Amerikaning Şərq Deniz yaxasındakı ştatlarda hozir yamrab ketdi. Nihoyatda ko'p. Shuning uchun Amerika hukumati ham buni yerlik hasharat bo'lmaganlikdan ekologik tangpungliqni buzdi deb qaror qilib, buni ko'rgan zaman o'ltirib o'tinglar deb uqtirishlarni chiqarib bo'ldi. Hamda bu hasharatni yeydigan predator deydi-ku, yeydigan boshqa hasharat yoki jonivorlar paydo bo'lmoqda. Shuning buning yamrilishi tez. Mesela Virginia'da 2014-yil dastlab bayqalib ketgandik. Keyin 2018 kelganda Virginia nihoyat ko'payib ketdi. Keyin endi bizning Marylandga, Georgia, Şimal Carolina, Janubi Carolina qatorliq shtatlarni yamrab, hozir bu asosan shu Amerikaning sharqi dengiz shu bo'ylik shtatlarda nihoyat yamrab ketganda. Shuning uchun bu hukumatning buni to'sishga qaror qilgan o'xshaydi. Hamda mening esimda bor, shu bir 10 yildan burungi deyman. Yana Xitoydan kelgan bir xil snake fish deydi, shu bir nima ilon biliq demdi, shunday bir xil biliq paydo bo'lib, shu Mississippi daryoninki yuqorqi qismlarini asosan yamrab ketib, shu biliqlar, snake fish degan biliqlar, yerlik biliqlarni asosan yo'qitib etgan ekandik. Keyin hukumatning cho'ng tadbirlarini qo'llab, shu ularni yo'qitib, endi u snake fish degan ofatdan qutuldi. Mississippi daryoning boshqa biliqlarining hammasini yeb ketadi ekan. Keyin endi yana shu bir 3-4 yildan burungi deyman, mishada bir nima deymiz, yana bir xillik uni Chinese bug deydi ekan-da. Xitoyning qurti deb yana bir xil qurut shu bizning Marylandlar, Virginialarda shu xili yamragandek bo'lib ketgan. Bir yil qarsam ular yo'qolib ketibdi. Ularni yo'qotgan o'xshaydi. Endi hasharat paydo bo'ldi. Bu endi mening bilishimcha hozir buni odamni chaqmaydi. Endi qanday ziyon yetkazdi uqmayman. Yana bir ko'rib baqsaq bo'ldi, lekin ish qilib buni
yo'qotishga tirishayotgan o'xshaydi hukumat tarafdan. Shuni bir bilib qo'yinglar dedim. Endi men yerda mani ko'rdinglar, mana o'zim tortgan rasm. Oxiriga ma o'zim tortgan ikkisini silib qo'yay. Mana bu Lanternfly'ninki kichik vaqti. Keyincha qizil shaklga aylandi. Endi kepinaklarni tak ko'rmadim hozircha.